Bu balaning qilgan gaplari butun dunyoni zilzilaga soldi. O'g'irlik jinoyati bilan 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan o'g'ir jazo muddati to'shishiga 1 oy qolgan vaqtda sudga ariz sunib, mumkin bo'lsa o'zining jazo muddatini yana 5 yil uzartishni talab qilibdi. Buningdan hayron qolgan sudchilar uni chaqirtib sababini so'rabdi. 20 yosh, oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarim edi. Qiz do'stimning tug'ilgan kunini o'tkazib berishga pulim bo'lmag'achqa nadonlik qilib, qo'shni yotoqdagi saboqchimning yonfonini o'g'irlab setib, qiz do'stimning tug'ilgan kunini o'tkazib berdim. Keyin saboqdashimning dilo ma'lum qilishi bilan saqchiga tutilib necha oy qamoqda yotdim. Turmadan chiqqanimda bo'lsa meni o'g'ri deb maktabdan haydavatdi. Shunchalik orzulagan qiz do'stimmi meni tashlab ketdi. Do'stlarimmi meni o'g'ri deb bara-bara mendan yiroqlashdi. Ota-onammi meni o'g'irlik qilib yuzimizni to'kding deb burunqidek e'tiborlamadi. Turmadan chiqqandan keyin o'zgarib yaxshi odam bo'lgan bo'lsammi, ammo hech kim menga ishonmadi. Mahallimizda kimning narsasi yuzsa mendan gumonlanatdi. Saqchilarning diqqatimi menda edi. Shundaq bo'lib, oradan 5 yil o'tgan bo'lsa-mu, men buningdan keyin mangu o'g'irlik qilmaydiganligimga hech kimni ishondira olmadim. Men ish izlab necha yerga borgan bo'lsam-mu, o'g'irlik qilgan tarixing bor ekan deb meni ishlatmadi. Ya qiz do'stim yo'q, yoki do'stlarim yo'q, yoki ota-onamning so'yishiga erisha olmay shunchalik yolg'izlik his qildim. Men yolg'izchilik tortgan shu kunlarda oxiri chidab bo'la olmay, yana qasddan o'g'irlik qilib saqchiga tutildim. Hamda turmaga tashlandim. Amaliyotda bu mening tanlashim edi. Chunki bu yerda hamma odam jinoyatchi bo'lgach, meni araga olmaydigan ishlar asla qilmadi. Sirtdagi erkin dunyodan topolmagan mehr muhabbatni men bu yerda topdim. Bu yerda his qildim. Shunlashqa mening faqatla turmadan chiqqim yo'q dedi o'g'ri. Buni anglab so'chilar yoqalarini tutib, uning so'zini to'g'ri degandek boshlarini lang'ishtirib qolishdi. Xulosa, turmushimizda azmaydigan odam yo'q. Biror qitim xatolik o'tkazib qo'ygan odamga fursat bering. Ularni o'lim yo'liga ihtirmang. Kechirvating, kechirilasiz. So'ying, so'ylisiz. Bug'doy terisangiz qo'noq o'rmaysiz, balki bug'doy o'raysiz.